Erimni to'g'ridan-to'g'ri xiyonatda ushlab olyapman dedi. Seni keyin hech narsani sezmayapman men. Yotish turishda umuman iloji bo'lmayapti. Buni nimadir qilib aytdi. Doktor, erim men bilan yotib qoniqmayapti. To'g'risini aytsam, men ikkinchi turmushim. Avval xo'jayinim bilan bola bo'lmaganligi uchun ajrashganman, lekin bu yoqqa kelganimdan keyin birdaniga bolam bo'ldi. Lekin bolam bo'lgani bilan hech qaysini qo'limga ola olmadim. Hozirgi kunda boladan ham asosiy muammo, men ikkinchi marta turmushimni yo'qotishni xohlamayman. Erim, seni keyin hech narsani sezmayapman men. Yotish turishda umuman iloji bo'lmayapti. Buni nimadir qilib aytdi. Meni xirurgически tikib operatsiya qilib bering. Men ikkinchi marta turmushimni yo'qotishni xohlamayman. Ertaga meni nomimni hech kim to'g'ri demaydi, ikkinchi turmushimni ham bilsam. To'g'risini aytsam, hozir sizni qilayotgan ishingiz meni hayotimni saqlab qolish uchun bo'layotgan narsa deydi. Agar seni ering haqiqiy sevsa, aslida bu hech qanaqa sabab bo'lmaydi. Cho'loqda ham xotin qilyapti odamlar. Nuqsoni bor odamlarni ham xotin qilyapti. Hamma Xudoning bergan bandasi. Bunaqa qilib qilma. Sen hozir eringni shu holatiga shunday qilib joningni azobga qo'yganing bilan ertaga o'sha shu narsaga yana ko'nsa yaxshi, ko'nmasa nima qilasan? Joningni azoblaganing qoladi-ku desam, erimni to'g'ridan-to'g'ri xiyonatda ushlab olyapman dedi. Men hayotimni saqlash uchun shu narsani qilishga majburman. Menga tikib bering. Keyin ko'ryapman holatlarni, hamma narsasini ko'ryapmanda, sen unaqa qinyullari keng ayol emassan. Men qancha ayolni ko'rganman. Mana shu bugun to'g'risini aytsam, qabulimning eng oxirida ko'rdim-da u ayolni. Men mana shu ko'rgan ayollarimning ichida sen to'g'risini aytsam, bugungi ko'rgan ayollarim ichida eng chiroylisi sensan. Hech qanday muammo yo'q o'zi aslida. Sen lekin bu muammoni juda katta muammoga chiqaryapsan desam, doktor, men turmushimni bilmaysiz. Hamma narsada munosabatda yaxshimiz. Shunday erim keladi ishdan, shunday birga bo'lamiz. Undan keyin chappa qarab ayniydi qoladi. Hech narsa bilan ko'nglini ola olmayman deydi. Mana masala qayerda? Shuning uchun hurmatli va qadrli ayollar, o'zimizni asrashimiz kerak. Siz ham hozir meni gaplarimni eshitib, voy menda ham shu narsa bor, Fayziya opa qanday qilib meni ichimni bildi deyotgan bo'lsangiz kerak. Sababi meni oldimga kelib ayollar, Fayziya opa xuddi menda bo'layotgan narsani aytdingiz, qayerdan bilasiz bunaqa narsani deydi. Sababi meni bilishim, men har kuni sizga o'xshagan ayollarni nechtasini bir xil muammo bilan eshitaman, bir xil muammo bilan ko'raman. Shuning uchun jonim ayollar, sizlarni shunaqangi yaxshi ko'raman. Men shu narsalar gapirishdan charchamayman. Sababi sizlar agar baxtli bo'lsangiz, sizlar agar eringiz bilan, farzandingiz bilan turk-stuval deydi-ku qariyalarimiz. Ana shunaqa bo'lib uyingizda tinch va xotirjam bo'lsangiz, men ham bir ayol sifatida juda xursand bo'laman. Shuning uchun qadringizga yeting. Meni bu yerda qaysidir muolajamni maqtab chiqish yoki nimadir qilsak qanaqa bo'lishi haqida emas, men aynan sizga o'xshagan ayollarning borligi, sizdagi muammolarni hal qilsa bo'lish kerakligi haqida gapirib beryapman.